Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va quvaliklar. Bugun biz Chilon mahalla fuqarolik yig'inidamiz. Mana Shuhratjon bu tumandagi eng namunali mahalla fuqarolik yig'ini mana men bildim, ko'rdim. Bu yerda yaqinda men o'tganman. Bu kelishimiz sabab bor, sababim emas bor. Bu yerda o'tganimizda shu yerda uchastka qo'ydi. O'zi yengillashtirma olib qo'yayotganini ko'rdim. Bu juda katta narsa bu. Men esimda bor 15 yil burun Tashlavda ko'rgandim. Toshkentlik katta imom, juda boy odam kelib Toshloqqa kelib hojatxonani yuvib tozalab ketadi. Bu kibrni sindirish deydi. Kibr sindirish. Shu bolani ko'rib juda katta menga o'rin bo'ldi. Yosh bo'lsa ham bizga ancha maktab bo'ldi. Shu bolani bir marta ko'rib, mayli tasavvur bo'lish mumkin. Ikkinchi marta ko'rdim, shiroqroq chiqib ketganini ko'rdim. Doim men 18-maktabga olib kelib turaman. Ko'rib, kibrni sindirganini ko'rib, kamtarlik ko'rib, juda tan berdim shu bolaga. Keyin shunday bitta niyat qo'yib, shu bolaga o'rta nima qilishdi. Yo'lda kelayotganimizda bir kun ketib, maktabga kelib turaman. Maktablarga mana o'rnali maktab. Yaqinda eng yaxshi maktab direktor tanlovda birinchi o'rinda oldi. Shuhratjon. Kelib ketganda mana nimaga uchradim? Nodirxon Betlibas. Shunaqa shu ko'rsa savol berdim. Nodirxon shu yerda dedim, shunaqa odam bor ekan. Shikabda yaxshi odammi dedim. Sen aytdi. Betlarda nafaqat dedi, mahallaga bitta yaxshi odam, hamma yaxshi odam. Bitta yomon odam yo'q ekan. Hamma ishlari bor, yordam berayotgan mahalla bir-biriga, hech to'polon yo'q bitta. Kelib havas qildim dedi. Endi shuni ko'rib, shu bolani ko'rib, hammaga o'rnak bo'lyapti. Shu bola. O'zimni ko'rib, o'zimdan shu bolani havas qildim. Bu kibr juda yomon narsa. To'g'ri. Kibr bu haligi nimasi bo'ladi? Kibr bu shaytonning oti bo'ladi. Men bir eshitdim, qachonki bir shaytonning oti bo'ysunga qolib, imomlarning oldida, ilmli odamlar oldida shaytonning oti xira eshik bo'lib qoladi. Shuna gapni eshitgandim endi bir bu ko'proq aytib qo'yib. Shunda odamlar ko'paysin. Men havas qildim shu bolani ko'rib. Shuni bolani ota-onasiga rahmat, ustozlarga rahmat, shu ta'lim ekan. Shu to'g'risida mahallangiz to'g'risida gapirib bersangiz, marhamat qilib so'z sizga. Chilon mahalla fuqarolik yig'inida 650 ta xonadon, 4000 aholi, 1125 ta oila istiqomat qiladi. Hududimizda bitta maktab va bitta maktabgacha ta'lim tashkilotimiz bor. Mahallamizda asosiy qismi mevachilik bilan shug'ullanadi. Tadbirkorlar asosan. Mana ko'rib turibsizlar, 4 yil mobaynida bir qancha ishlarni amalga oshirdik. Misol uchun tashabbusli byudjet loyihalarida 8 ta loyihani yutib, salkam 10 milliard 300 million so'm mablag' olgan. Binoni o'zlari qurdi. Binoni ham shu tashabbusli byudjetda qurildi. Buni yoshlarni bo'sh vaqtda mazmunli o'tish uchun bitta ministerium qurdik. 650 ta xonadonimizni to'liq elektr ta'minotini yangiladi. 550 ta xonadonni ichki ko'chalarini yangidan asfaltlashtirdik. Hududimizda bitta qabriston bor, uni ham yangidan qurdik. Oxiri mana so'nggisi 8-loyihamiz mana mahalla fuqarolik yig'ini binosi bilan oldin Kabul zavrida dala chegoni bo'lgan edi. Mana hozir yangi zamonaviy yer osti parvar qismi bilan yangi muzey bino bo'ldi. Aholi bundan xursand. Albatta bu ishlar oson bo'lgani yo'q. O'zi bo'lgani yo'q. Mahallamiz fuqarolari birdamlikda, hamjihatlikda ishtiroklar uchun bo'ldi bu ishlar. Mahallamiz yaxshi toifaga kirgan bo'lib, mana o'tgan 25-yil bu yil joriy yilda 1-oyligi bo'yicha hech qanday jinoyatlar sodir etilmadi. Yashil hududda toifada qoldik. Mahallamiz profilaktik inspektori ham Aqso'li Qobiljon bilan mana birgalikda ish olib boryapti. Mahallamiz tinchligini saqlash, aholi o'rtasida jinoyatchilik, huquqbuzarlik holatlarining oldini olish maqsadida mana yangi qaror chiqqan, prezidentimizning qarori chiqqan, birinchi sonli qaror chiqqan. Bu qarorda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida qarorga asosan yo'l xarita ishlab chiqdik. Bu yo'l xaritada asli ko'cha boshi, mahalla faollari bilan uylardagi holatlarni xonadonma-xonadon suhbatlar olib borildi. Yo'l xaritani tuzib oldik. Shu bo'yicha janjalkash oilalar, notinch oilalar, ajrimga qochib turgan oilalar
Ular profilaktik ishlar olib borilyapti. Hamkorlikda mas'ulli ishlarni rejalashtirib olganmiz. Mahalladagi har bir fuqaroning dardini yechish va xushmuomalalikda muomala qilish, ularga befarq bo'lmasdan aniqlangan muammolarni vakolat doirasida bartaraf etish choralarini ko'ryapmiz. Juda yaxshi bo'libdi, ishlar bo'libdi. O'zi men uchasini o'zi ko'rib, uchasini hozir ko'rib havas qilib keldim. Kelsam, bitta juda havas qilgan joy ekan, sizlarga rahmat. Yana bir marta sizga rahmat aytaman. Endi mana Nodirxonga so'z bersak, bizim işimizi boshlaydi sababchi bo'lgan Nodirxon, hamma yaxshi gaplar gapiradi. Nodirxon keling. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? O'zi asli Quvada yashayman. Chinor mahalla komitetida, Chinor ofisida yakka qizim bor. Har doim har qanday vaziyatda ham xabar olib turadilar, albatta rais ko'z quloq bo'lib turadilar. Yakka qizlar uchun ro'yxatda turganligi uchun. Bundan tashqari u tog'am kecha ozgina ichkilikka berilib bo'lgan paytlarida shu mahallani oldida turganlarida mahallani shu postoni bir kun kirib aytdilarki, voy tog'a dedi, nimaga unaqa qilasiz? Yaxshi anaqa qilib tushuntirasiz. Yo'q, men sizni shtrafga solaman demadilar. Boshqarmas nozirma deng, mahalla nozirimiz shuni aytganlaridan keyin, meni farzandim bo'lmagandan keyin anaqa qilaman-da, o'zim bilgancha yashayveraman-da. Farzandingiz nima yo'q? Mana menman sizga farzand deb yaxshi gapirib, qobilaga yaxshi gapirib, yaxshi so'z bilan shunaqa olib chiqib ketdilar. Hatto hozirgi kunda u tog'a ichkilik ichmaydigan bo'lib ketdilar-da. Meni o'g'lim bor mahallada. Uchastkavoy sababchi bo'lganlar. Meni o'g'lim bor mahallada ishlaydi mana deb o'tgandan aytganda, lekin xabar olib turadilar Qobiljon. Xudoga shukr, anaqa o'zgarish umuman yaxshi bo'lganlar. Undan ham tashqari o'zi mahallada, men shu boshqa mahalla komitetlarga borganimda ham mahallalar bilan ishlaymiz biz ishda. Eng yaxshi mahalla komitet ishlaydi deb o'ylayman. Havas qilaman, chunki har bitta yigitlarning ham qo'llarida hunarlari bor, ishlari bor. G'iybat yo'q battada, erkaklar 2-3 tasi bo'lib to'planib olib bir ish qilish, har doim mehnatda, ishda tandirchilik, ondaqalik, mebelchilik qilishib pul topishadi. Bunda rais ham har bitta xonadon bilan alohida ishlashlari yoqadi menga. Hech qachon nazardan chetda qolmaydi. Meni shu yerdan kelib ketishimgacha ko'z quloq bo'lib turadilar. Kelyapsizmi, xabar oldingizmi, tog'angiz yaxshimi deb turadilar. Rahmat shu. Shu bolani ko'rib havas qildim. Bu bolani kibrini yengishini ko'rdim. Ko'rib o'zim ham havas qilib shu bolani o'rnak oldim. Shu bola uchun mana odam bir marta ko'rganda ishonmaysiz. 2 marta, 3 marta ko'rdim. Mana gapirishga yaxshi bo'ldi. Mahallada juda hurmat yaxshi ekan. Ularni ko'rib, kelib shu bolani qo'moqchi edim. Mahallani yutuqlarini ko'rib, sizning yutuqlaringizni ko'rib, omadingizni ko'rdim. Mana 2 marta saylanibsiz. Mahalla juda hurmat qilar ekan. Yaxshi ishlarni ko'rib, avval sizdan boshladik. Mana qolaversa Qobiljon, shular to'g'risida bir o'zingiz bir gapirib berasiz Qobiljon to'g'risida. Qobiljonga kelsa, endi Qobiljon bizni mahalla fuqarolik yig'inimizga mana profilaktik inspektor bo'lib kelgandan beri mana bu bola ancha ishlarni amalga oshirdi. Billa bo'lib mana yosh bo'lishiga qaramay ko'cha boshlarimiz bor, mahalla faollarimiz bor. Birdan-biri hammamiz bir odam boshqarib ishlarni yaxshi ishlarni amalga oshirdik. Bu bola haqiqatda vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan bola ekanda endi bunga qarasak, haqiqatdan tunni kun shu yerda hududda. Bir joyga ketsa ham tezda aloqaga chiqiladi. Men aka bu yerdaman. Mo'mo o'zi telefon qiling, tezda chiqadi, telefon qilsak bir zumda yetib keladi. Biz yaxshi ishlar qilamiz. Xudo xohlasa bu bolada yaxshi ishlarni o'rgatdingiz, yo'lga soldingiz o'zingiz. Mana bir yoshda hamma hududda xonadon bo'lib yurgan bo'ldi. Kim qanaqa qayerda qanaqa hududda 100% biladi. Integratsiya qilib qo'ydik mana kameralashtirib hududimizni. Shu yerdan turib nazorat olaveradi har bir ko'chani. Ishlari yaxshi, hozir bir chiroyli ketyapti, yaxshi to'yfadamiz mana shu bola xizmatlari bilan.
yaxshi yashab o'tdilar. Yaxshi toifalik. Hamma ishlarni yengil ishlar bo'lsa, o'zi yaxshi nimaga o'tishlar bo'lsa. Yurtli bo'lyapti. Ular muomala yengil o'tgansizlar. Mana endi bo'lmasa kamtar yigit qobiliyatga so'z beramiz, bir o'z to'g'risida bir fikr bildirsin. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Men Farg'ona viloyati Quva tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktika inspektoriman. Men Quva tumani shu Chilonov profilaktika inspektori bo'lib ishlab kelyapman. 2025-yil dekabr oyidan beri. Hozirda mahallamiz yaxshi, mahallalarga kelib qo'yganini tanishdik. Yaqindan shu Chilon mahalla fuqarolar yig'ini raisi Baratov Shuhrat akam yordam beryapti. Hamma narsamizga birga mahalliy tiligi bilan birdamlikda ishlayapti. Ustozdek bo'lib qoldi. Shu nima yordam kerak bo'lsa, bir-birimiz bilan hamkorlikda ishlayapmiz mahalliy tiligi. Nima qo'lidan yordam kelsa, yordamini ayamaydi. Yaxshi inson raisimiz. Shu mana yaxshi juda ishlaringiz yo'lga tushibdi mana. Qiyinchilik bo'libdi, qiyinchilik o'tib ketdi mana. Endi avvalo shu yigitning ota-onasiga rahmat. Qolaversa rahbarlariga. Chunki ichi ishlarga ham juda gap ko'p. Yo'lamasa kelayotganda mana qiladi. Buyruq shunaqa qilasan deydi. Demak, buyruq yaxshi bo'lgan. Juda yaxshi ishlarni bajaryapti. Hammasi havas qilyapti. Mana ko'rganlar mana hattoki odamlarni ichkili ichgan odamlar shu ular tashlab turib yuboribdi. Shu otasiga rahmat. Kam bo'lmang.